Uyga ketgim kelyapti. Xo'p, hech bo'lmaganda telefonim ishlayapti-yu. Nima, aloqa yo'q? Oyimga aytgandim, o'z mobil sotib olmay deb. Men unga pulingni chiqartirancha dedim. Keyin u menga studentman dedi. Rahmim kelib 50 ming berib yubordim. Ha? Voy, va nihoyat odamzod ko'rindi. Yordam berish uchun keldinglarmi? Ha, biz senga yordam beramiz. Aytib qo'y, men o'g'il bolaman va o'g'il bolaga qiziqmayman. Yo'ldan qoch, tente. Vau, endi qanaqadir lolikon meni qutqargani keldi. Seni qayerdadir ko'rgandim. Shu yerdan o'tib ketsam, sizlarga xalaqit qilmaymanmi? Yo'q. Yaxshi. Ishinglarga omad. Yo, to'xta! Boshlaymizmi, meniki qichiyapti. Bu gapingni meni urmoqchisan, shuning uchun qo'llaring qichigan deb tushundim, to'g'rimi? Yo'q. Bilin, bu yer Tailandmi? Lekin qochish uchun reja bor. Avval eng kuchlisidan qutulaman. Pastki jag'iga kutilmagan zarba beraman. Keyin orqa manchasiga tepab pakashni uchirib yuboraman. Va oxirida mana bu go'rga shug'ullanaman. Ha, xuddi shunday qilaman. Meni kechiringlar, bu Praketa YouTube kanalim uchun kamera yozyapti. Debmanglar, men terpelaman. Davomi bor.